Yaxshi, radnoyim zalatoyim yaqinim. Bugun 28-dekabr. Sergeli mashina bozor keluvdim. O'zi to'g'risi bekor kelman, kelmasam bo'lar ekan. Undan ko'ra uyda Muhammad bilan o'yinchoqlarni birga o'ynab o'tirsam bo'lar ekan. O'zi oyog'im tortmadi. Endi bozorda zo'r yaxshi aka ukalarimiz bor, shular bilan qora choy, ko'k choy ichib gaplashib o'tiraman deb keluvdim. Shu bozorda aylanib yurdim, bitta akamiz Avtohol BYD chempion bordilar, xo'p bo'ladi dedim. 3 ta detal kras ketdilar. 182 ming yurgan 32 mingga qo'yib bering deb maza qilib ustimdan kulishdi. Mayli, yaxshiligiga bo'lsin. Lekin ajoyib g'aroyib bozor bo'ldi, tushunarsiz. Shuncha oddiy qilib endi kelganimda xursand bo'lib ketardim, bu oddiy shun bo'lmadi. Lekin narxlar baland. Men ichida qarab mashinalarni shu yoshroq narxlarda obzor qilib berdim, qo'ldan kelgancha. Hayron qolaman, mayli, yaxshiligiga bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin, xonadoninglarda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Yuzinglardan tabassum arimasin, hamisha xursandchilik bo'lsin va martabalar bundan ham ulug' bo'lsin.